skidka vashcha boshqacha bo'ladi o'rtoqlar. Klientlarimizdan so'raymiz, qani nech pul qo'yishadi, nech pul narxlasalar, o'sha narx sizlarga skidka qilib beraman. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Tovarga narx to'layapsizmi? Siz to'ladim siradan. Xo'p, nech pul narxlaysiz mana shu krossovkamiz oldingizga ham terib qo'ydik, chiroyli qilib. Boydan beri ko'ryaptilar-da. 200-250 dan mana kam bo'lmasa kerak. 200-250 dan kammasa, buni men skidka qilmoqchiman. Skidka. Mana xalq qo'yilgan holda cho'mchagiga qarab, qanday nech pul skidka qilasiz? Hozir Siz ayting, siz aytgan narxni men qo'yib yuboraman. 150 bo'ladimi? 150. Undan kam tushmaysizmi? Undan kammi? Qani endi o'zingiz ayting. 69 ming. Serios? 69 ming. Sifatini boydan beri ko'ryaptilar. 200 nech pul chiqarasiz deyaptilar. Ko'ring mana sifati. Hozir olib ketaman. 69 ming o'rtoqlar. Hazillashmayman. Chestnoy mana mana shu krossovkalarimiz har xil rasvetkada, har xil variantda olib kirib qo'yganmiz. Ranglarini chiroyli qilib ko'rib bo'ladi. Sifatlari bomba. Klientimizni o'zlari aytdilar. Sifati qanaqa? Voy sifati a'lo. Pastlari ham podoshvasi qattiq ekan. Unaqa rezinkani yumshoq emas. Sifat tushunadigan klientlarimiz ham bor, ko'rasizlar mana. 69 ming so'm nerealniy narx o'rtoqlar. Mana shu krossovkalarimiz mana shunaqa rasvetkada har xil teglarini ham ko'rsanglar bo'ladi. Hammasi Xitoydan kirib keladigan krossovkalar 69 mingga chiqarib yubordik. Uzr, siz aytgan narxni chiqara olmadim. Voy rahmat xalq qo'yilgan holda aytganingiz uchun. Rahmat, rozi bo'linglar mehnatingizga. Necha razmer kerak edi? 40 razmerdan berib yuborasizlar bularga.